Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, buqa va xunojin ishqibozlari. Akalar, bugungi dam olish kuni hammaga maroqli va xayrli o'tsin deb biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'onsaroy qishlog'idan Xudo xolasa Biloldin akamning xonadonlaridan video syomka olib boramiz. Akalar, asl shves ishqibozlari bormi? Shvesda o'sha oq quloq, oq tumsh xunojin olaman. Xudo xolasa men Beluzun, Gazuzun narxi arzonini olaman desalaring, Xudo xolasa videoni o'tkazmasdan shu joygacha ko'rganlar bittadan like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Mana shu birinchida turgan molimiz qandaydir turishni bilmayapti, lekin keyingilarni ko'ringlar akalar. Screenshot qilish uchun diqqat bilan kuzatasizlar. Xudo xolasa bir qator ko'rsatyapman. Video davomida aytib boraman. Videomizda hech qanday effekt yo boshqa kattalashtirish yo'q. Nimaga desa, aldanib qolmaslikni ta'minlash akalar. Xudo xolasa borlig'icha namoyon qilyapmiz. Videoda kamchilik bo'lib, agar sizlarda yo telefonlaringizda yaxshi ko'rinmay, biror nima bo'lsa, mana shu ekran ostidagi nomerda bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, video yaxshi ko'rinmadi, yo menga mana shu molni qaytadan tashlab bering desangiz, qo'ldan kelgancha yoritib beradilar. Barini tavsiya qilamiz akalar. Xudo xolasa boshidagi mana shu 6 ta bir boshdan aytib ketaylik, beli ham uzun, tig'iga ham tig'dor mollar ekan. Hozir old taraflardan ham inshaalloh bir qator ko'rsatib o'tamiz akalar, ko'ringlar. Mollarda chang zarralari bilinib turibdi. Agar bunday bir farqlaydigan, kamerani farqlaydigan inson bo'lsa, o'zi ko'rib bilib oladi. Hech qanday bir effekt yo sizlarda ko'zlaringda aldaydigan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi insonlarga o'xshab unaqa ishlar qilingani yo'q akalar. Mana old tarafdan bir qator ko'rsataman, oyoq qo'llarini, keyin kalla boshlarini ham ko'rsataman. Oldi tush suyaklariga e'tibor beringlar. Xudo xolasa oldilari ham keng variantdagi xunojin va buqalar. Akalar, nima deymiz? Mana har doimgi gapim, yedishisiga sihat salomatligiga garantiyasini olinglar. Mollarni ko'ringlar mana. Oq quloq, oq tumshuq variantda jonivorlar ko'ringlar. Mana badanda tozaligini akalar. Badan Xudo xolasa inshaalloh hech qanday bir bit bosib ketgan molda haligi aks urgani yo'q-da mana. Toza shvetlari ko'rinib turgan bo'lsa, mana shu qo'polka ekan shular akalar, ko'ringlar. Xudo xolasa kalla boshlarini ham endi bir qator ko'rsatib o'tyapman. Xudo xolasa ma'qul kelsa, bemalol savdolashib olaverasizlar jigarlar. Xudo xolasa unda biz yoritishni boshladik, lekin avvalambor mana shu yelkamon ko'ring, badan borligidan jimillatib yuryapti badanni. Qancha maqtayman desa, Xudo bergan xilqatlarda shuncha maqtovga sazovor. Endi bu yog'ini sizlar bilan birgalikda narxlarni tanishib boramiz. Akalar, ekrandan uzoqlashmasdan bittadan like urib kuzatib boringlar. Shuncha chorvani qarab, mehnat qilgan insonda otasiga rahmat deb yozish esdan chiqmasa. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum Oybekjon, keldingizmi? Charchamay. Assalomu alaykum obunachilar. Bugun Xudo xolasa katta kichik xunojin novoslardan olib keldik. Mol olaman degan odamning ishi bitadi bugun Xudo xolasa. Telefon qilib maqsad olish bo'lsa, siz maqsadingiz. Mol olish maqsad bo'lsa, telefon qilishsa ish bitadi. Turidan bo'lmaydi. Akalar, Xudo xolasa telefon qilsalaring, katta kichik novos hammasidan bitadi akalar. Yaxshi aka, yedishchisi nimadan sinovdan o'tdi? Yedishchisi somon terib yeyapti Oybekjon. Bir hafta kafolati bor. Bir hafta yetib borgandan keyin bir hafta kafolati va terit deganda bizda somonda ivitilgan nazarda turadi. Ba'zi birlar yozishibdi terit nima deb. Bilmaganlar uchun, bilganlar uchun eslatma. Aka, yaxshi, qayerdan nima qilib boshlaymiz aka? Mana shu bir boshqatdan boshlayveramiz, kattalardan. Mana shu akalar katta dutor variantlardan pul yengillarga o'tamiz, lekin oxirida odamni qiziqtiradigan mana bunday polvon shvet bor. Xudo xolasa video obzorini. Toza Qirg'izistonlik Toza 100% Qirg'iziston parodasi ekan jigar. Ochiqligida o'tgan. Bo'ldi. Xudo xolasa aka, boshladik. Mashalloh. 1.7 ekan mana shu. Oq yering ko'ryapsizlar akalar. Xudo xolasa 1.7 sm. Mana shu 6 tasini bitta qo'yamiz Oybekjon. Bo'ldi aka, siz o'lchavering, men molni tanishtirib o'tiraman akalar, ko'ringlar. Havoyimiz bulutliligini hisobiga agar videoda kачество past bo'ladigan bo'lsa akalar, bemalol aloqaga chiqib yana tashlatib olaverasizlar. 1.7 dan 1.5 gacha ekan. 1.5 plus variantda ekan, aka. Ha. Mana ular ko'ringlar molni. Mana bir qator ko'rsatib qo'yaman. Baroqlab ham ko'rsatamiz, yaxshi. Mana old taraflarga ham e'tibor bering. Vallahi yo'g'on Xudo xolasa. Qo'polligi boshida turgani hamisha qo'pollari bo'ladi akalar. Endi bitta paras qilishlaring uchun mana bir korpusini ko'rsataman sizlarga. Xudo xolasa mana qarishim 23 sm bo'lsa, где-то 30 urayapti bu. Akalar,
korpusini butunligi. Bu degan nimaga qarishlaymiz? Buni juda yaxshi o'zlaring bilasizlar. Eng kichigi shunaqa. Xudo xolasa 30-35 gacha borda to'sh suyakni qalinligi. Bu nimaga kerak desa, mana korpusini bor u molni qo'polligini ajratib olasizlar. Ba'zi bir mollarda bo'ychan xipcha bo'ladi-yu, bu mollar xipcha emas. Akalar, xudo xolasa qo'polligi ham qo'pol variantda. Mana ko'ringlar. Ko'ryapsizlar, mana to'sh suyak qayda turibdi akalar. Mana suyagi bilan bu suyagiga e'tibor beringlar. Xudo xolasa orqasi ham pasmasda, o'zi bilinib turibdi. Inshaalloh. Endi videoda qanday ko'rinyapti bilmadim. Aka, narxini bilan maqtanalamizmi aka, xudo xolasa? Xudo xolasa narxi arzon bo'ladi Oybekjon. Bitta eshitaylik, shunda arzon bo'lgan nojilar narxini. 6 tasini bir yerga 98, 9,5 bunaqa narx yo'q. Sensatsiya. Mashalloh, mana uni ko'ring Mana. akalar. Turishi ham kerak ekan, Qirg'izistonda shvedlardan qolishmaydi bular. akalar, oldiga ham e'tibor berib qo'yamiz. O, oldi baxbaqalarga ko'ringlar, mashalloh. Havas qilganlar ham bittadan like bosib ko'ringlar shu Mol umuman birorta yomoni yo'q, xudo xolasa. videoni kengroq tarqalishiga sababchi bo'lasizlar-da, mana shu akalarimning savdosiga ozgina hissalaringni qo'shib qo'yasizlar. Akalar ko'ringlar molni. Tangadek g'ubor yo'qda, badan ham toza turibdi, to'shalgan gilamda yotganmi bu mollar? Vallohi alam ko'ringlar akalar. Yaxshi, aka, narxini nima dedik? Narxini 6 tasi bir yerga bo'lsa Oybekjon Ko'ringlar, quloq 9 million 400 dan yetkazib beramiz. 9 million 400 dan yetkazib emas, endi haligi siz o'zi arzonchi nom bilan tanilib boryapsiz, ham sifatli, ham arzonchi. Yana kami bo'lar Biloldan aka. Xudo xolasa telefon qilish olsa, ish bitadi. Hech kim aytganiga sotmagan. Aytganiga sotilmaydi. Akalar, Bitta mana bitta birinchisini o'zini olaman deysa 98 ga yetkazib beramiz uni. tushunarli. Birinchisini o'zini boshida ko'rsatdik akalar. O'zi oldinda turgan hammasi qo'polroq variantlardan. Lekin bir jup olaman degan odamga Oybekjon o'zingiz tavsiya berib keting deb yozyapsizlar har doim. Mana shu ikkalasini shunday Hasan Fatima Zuhra qilib boqaverasizlar. Mana shu ikkalasini ko'ringlar. Rangi ro'yiga ham, oyoq qo'lini bir xilligi ham bor-ku. Korpusga ham bir xil mana shu ikkita mol. Bir jup olaman deganga shuni tavsiya berib ketdim akalar. Hop, keyingilar Endi ular zarroqlari. Shu tortilib turgan, shu o'lchayotganlari ham yomon emas ekan akalar mana. Hop, bitta sizlarga chamalab beraman. 1 metr ekan. 1 metr bo'ldi o'lchaving. Akalar, bitta mana shu bor. Ozgina xipcharoq bo'yga nisbatan. Lekin endi narxi yengilroq bo'lsa kerak o'ziga. Lekin qolgan hammasi 98. orqa bosh, yut boshlari keng-kengina hali. Orqasi ko'tkeng bo'lsin deb qo'yamiz. Haligi biz qishloqda insonlar, o'zimiz ham qishloqda joydar bolalarmiz. Akalar, ko'tkeng mol. 96 ekan, eng kichkinasi. Mana shularni ham yechib ko'rsatib qo'yibdi. 96 dan akalar mana. Mana shularni. Molni xudo xolasa birorta xunigi yo'q Oybekjon. Jamba so'raganman akalar. Mashalloh, ko'ringlar. Kellalar ham haligi deysizlar, menga kella boshlari ham tuxum kella bo'lsin deb qo'yasizlar akalar. Haligi anguslar tuxum kellali variantlar. Qolishmaydi-da mol. Qancha maqtasa shuncha kam. Endi narxi bilan maqtanaylik avvalambor. Ko'ringlar akalar. Lekin hech qayerda bekorga ham berib qo'ymaydi. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Molni uzunligi, oldi to'sh suyaklari qaranglar, kesimda. Kesimi katta moldi. Xudo xolasa, kesimi ingichka mol emas jigarlar. O'zimiz boqib, siyir olaman deb albatta tavsiya qilamiz. Действительно tavsiya qilaveradigan ekan. Mana molingiz ham mana shu mana aytyapman, bitta mana shu molingiz nisbatan xipcharoq ekan, lekin mana qolgan mollar bor-ku. Xudo xolasa akalar, ko'ringlar, pachkaligini mana. Videoda qanday ko'rinyapti bilmadim, imkon qadar bir xil kadrda olib beraman. Mana ko'ryapsizlar? Mana shundan boshlanadi shu shvedda. 1 2 3 4 5 6 tasi o'zi shuni bitta qo'ra qilib boqaveradigan paraga akalar. Narxini aytasizmi inim? Bularni Hop, ko'ringlar mollarni. Gapiravering. bir yerda 82, 8 naqa yo'q. 79 dan qilib beramiz. 79 dan o'tib beradigan joyi bor akalar. Voy shuni 200 mingdan o'tavering. Hammasini bir joyga. Yana 7 tamolga 100 mingdan ziyonim tegsa tegibdi. 200 ming kamdan baraka bir joyga. Olishsin. Akalar, xudo xolasa sazani sindirmaslikka bo'ldi. Sizlar ham qadrga yetib qo'yasizlar degan umiddaman akalar mana. Molni xudo xolasa birorta xunigi yo'q. Radavoy bor. Hammasi kalla boshlari ham o'ta chiroyli. Hammasi tuxum kellaga. Haqiqatan ham bu safargi partiyangiz bor aka. Gap yo'q. Yonida mana Ilojini boricha o'sha chiroylilarini yig'ib keldik. Endi mana bitta haligi deydi, kun qahramoni deyiladi. Akalar, nima deysiz? Toza qoldi shved qidirib yurganlar bormi?
hali videoda hali effekt qo'shib zo'r ko'rsatib turib uyga borganda afsuslangandan ko'ra biz borlig'icha ko'rsatyapmiz. Uyingizga borganda bor. Mana Qirg'iziston parodasini boqib yurganlar, o tamg'asi bo'ladi mana. Mana o ko'ryapsizlar mana tamg'a. E'tibor berayotgan bo'lsanglar mana. Achkiga o'xshagan ikkita dumaloq 8 ni belgisida tamg'a turibdi. Molimiz o'zi ham anchagina badal ekan. Aka bo'sh qo'ying. Bo'sh qo'yingchi. Ha mana, ana. Aka bo'sh qo'ysangiz arqonga tushgan mol. Mashalloh. Nima deysizlar mana uni? Haligi chiqayapti-ku, Abror Rus kanalida misol uchun 20 million, 21 million chiqayotgan xunojillardan bitta tuki ham kam emas akalar. Uzunroq Mol bor, bitta tuki ham kam emas inshaalloh. Men uyingizga yetib borganda men sizga mana shu narsani qo'rqmay ayta olaman. Oybekjon, siz ko'zingiz bilan ko'rib turibsiz uka. Desiz mana, yaqqol ko'rinib turibdi mana. Ko'ryapsizlarmi? Kallalarni ham olib qo'ying buni. Mashalloh. Odamni kuchi yetmaydi bunga. Tortayapti akalar. Xudo xolasa moldi bor. Mayda chidam olmas bu. Mayda bitta biz aybimiz molni yechib sizlarga realniy holatini ko'rsatyapmiz. Yo birata balandroq joyga so'ri-po'riga osib qo'yayotgan joyimiz yo'q akalar. Realniy borlig'ini sizlarga yoritib beryapmiz. Agar video yaxshi ko'rinmagan bo'lsa akalar, xudo xolasa yana bir qator videoni tashlab bering deb qaytarib olarsizlar. Bo'yi necha ekan buni aka? Bo'yini hozir o'lchab beramiz. Imkon qadar videoni cho'zmaslikka harakat qilsak, 1.10 plus shunaqa chiqib qoladi inshaalloh. Lekin mol bor-u, holati ham o'ta baquvvat mol ekan. Pachka mol ekan. Siyir qilib olaman deganga ko'ringlar mana uni. Molni mana ko'ring. Bo'ylari 1.15 ekan. Mana ko'ryapsizlarmi? 1.15, 1.10 plusmi? 1.10 plus. Akalar mana ko'ring. 1.10 plus, 1.15 da, to'g'ri. 1.15 chiqyapti ha. Biz endi 1.10 plus deb taxmin qilib aytdik. Akalar bo'ylari 1.15. Mana birkalari adashib qolmasliklaring uchun 78-83 ekanmi? 78-83 mana. 78-83. Ko'zlaring bilan ko'rib qo'ying. 76 ekan. Yuqorisi 76-83 ekan akalar mana tashqi tarafidan ko'rib turibsiz mana. Aka narxini ayting. Mol zo'r, Allohga. Gapsiz yo'q molga. Tangidek g'ubori yo'q ekan. Kanallarda qo'yishyapti 16, 17 shunaqa qo'yishyapti. Bizda anaqa narx yo'q. 14 million 500 ming bergan odamga yetkazib beramiz dastlabki qilib. Xolasa kami ham bo'ladi akalar. Ha, aytilganiga sotilmaydi Oybekjon. Molni korpusini ko'ring, aytibman. Ko'ryapsizlar, qo'limdan balandlikka ko'tarib, keyin korpusiga qo'yibman. Bu degani molni o'ziga yarasha savlati ham bor degan. Akalar, videoni o'tkazmanglar. Bu molni videosini qaytadan tashlatib ko'rsalaring, xudo xolasa o'zlaring ham shaydo bo'lib qolasizlar. O'tkazmay turinglar, xudo xolasa buqachalarga navbat keldi akalar. Assalomu alaykum akalar, xudo xolasa deyarli boqma variantdagi buqachalarimizni xudo xolasa endi buqachalarni mayda mol qo'yiraveramiz. Buqalarimiz xudo xolasa mana terib oldik akalar, qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Endi bularning bitta aybi sizlarga sutdan chiqib, xudo xolasa rostmana ozib bo'lgan varianti taqdim qilinyapti. Ertaga hali uyingizga borganda mashalloh, mana ko'ringlar kengligini. Erta uyingizga borganda bu sut ekan, ozib ketdi demaysiz, xudo xolasa palasasini ko'ringlar akalar. Pilusga yuradigan variantidan jigarlar. Oybekjon, bularni uylarda mollari bo'lsa bor-ku, shu an nushqitini bersa yeydi mana Xudo shular. xolasa. Yeb ichish o'ta zo'r ekan. Gap yo'q, akalar. Aka yaxshi bo'yini o'lchab tanishtiravering, men bir qator aylantiraman vaqtdan yutish. 1.5. 1.5. O'rtasidan ham topqamiz. O'rtasidan ham bitta o'lchab qo'ying. O'rtasidan ham 1.5. 1.2, 1 plus. 1.2 plus. Akalar, hali tuyoqlarga e'tibor berasizlar-da, oshiqchaligiga bir ingichka yo qo'ydi tuyoq deydik, unaqa emas. Hali oyoqlarida ham tumaloqligi o'ziga yarasha akalar. Gap narxida-da, inim. Narxini ayting, o'zi 5 dona ekan. Xudo xolasa narxi arzon, boshqa yerlarga solishtirib, telefon qilishaveradi. Boshqa solishtirib, telefon qilaveradi. Bemalol. 5 yovini bir yerda olsa 11 millionni yetkazib beramiz Oybekjon. 11 million so'mni yetkazib beramiz. Kami ham bo'ladi akalar, lekin endi o'ylab ko'ringlar, hozir oddiy yosh mollarda ham qancha puldan olayapsizlar degan savol bor jigarlar. Misol uchun bu mol misol uchun mana shunaqa mollarni bozorda 5-6 oylik mollar ham 10,5 million, 11 endi holatiga qarab 15 million sotilayotgani ham bor, lekin hozir bularni oyliga hech yo'q bo'lmasa aka 8-9 oylik bor-da, to'g'rimi? Hali unaqa yosh buzay emas. Yosh emas. Xudo xolasa akalar, nima demoqchiman? Mollar oldilani uzunliklari mana. Akalar mana ko'ring. Molda mayda mol emas. Bor-da. O'zida o'zi bo'lib qolmaydi shu narsa, bilasizlar, bir yopishtirib qo'yilgani yo'q.
Kalla boshlari ham holati ham normalniy holatdagilar. Bo'ylari 1.5 variant. 1.5. Kichkina ham emas. Hozirgacha kunimizdagi narx-navoga Mana shu uchalasi 1.5 dan ekan, ikkitasi 1.2 dan, bir pilis ekan. bir pilisdan, mana shuttasi 1.5 dan. 1.5 dan. Narxini yoritaylik. Mollar Narxi- konkret. Telefon qilish olsa, hayron qilib beraman. 11 milliondan 11 milliondan deb kelishtirib beramiz. Mana ko'ringlar. Xudo xohlasa o'zi bor-ku mana, ha? Itib qolishga kelib qolgan o'zi mollar. Xudo xohlasa akalar. Hammasi ham holati yomon emas, o'ziga yarasha akalar. Aytilgan narxlarda aytamiz, doim muhim emas deb mana ko'zlari Hali 5 taga kuchim yetmaydi deb bunaqa bayla qilishmasin. Telefon qilish olsa, pilis minusi bor. Pilis minusi ham bor akalar. Minusi ham bor. Minusi ham bor. Xudo Pilisi xohlasa bo'lgan yerda minusi bo'ladi albatta. gapsiz yo'q. Akalar aloqaga chiqinglar, aloqaga chiqqanda Oybekuzdan ko'rib aloqaga chiqyapmiz deyish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar. Oybekuzdan chiqsa yanada kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Inshaalloh akalar, sog' bo'linglar.